sen kapılmayı tutturuyorsa. Hazır qene özаңlar bir deyişip qaysanlar baldı aylandыңlar. Men mi uçakta aylanıp gitip qalan vaqtimda Ahmetkan birinci op aylandı o da yani. Sene şöyen degandikilla bu ma'qul uslubdagi kelmaydi. Ama ishki muallim buni İşki mağlup peşini bağlap ekildi. Peşini bağlap ekildigan ishkisi faqat bağlayamaganlarına intamida. Qandaq bo'lsa ekildiganmiz qo'mishi sahnaga Yo'q, ashbonlar. buni erkin to'g'ri raqobat usuli. U bir anglashdilar, bir ovozingiz echilishdilar, shunday kasbiy tarbiya ko'rgan, kasbiy ilmiy ovoz darsi ilingan bir mahir ekanligingiz bilinib turdi. Uyganganlarimizda ishiltadigan bosqichga uningdimi muhimi har bir bosqichdagi bizning sahnada turib aytgan naqshimiz bilan har bir shu xalqni qoyil qilish, qalbiga birdan ismimizni yozib qo'yish. Ortak izlenişke erişeleyimiz çok. Biz keyinki senin şu sanat hayatımız için belki ortak ügünüp, ortak izinip bir nurgun yaxshi işlerini biz kıla alışımız mümkün. Çünkü ben aslında yeni çırak iş kılışını pek yaxshi ko'rgandim. Şunda bo'lganda men derhal mening yanımga qaytib kelishingni men umid qilaman. Xalq naqshlari desangizmi, amibop uslub desangizmi, mushu Yevropa uslub desangizmi, hammani jug'urib, siz hozir degandek maqsadingizga orzuyingizga yetadigan ish bor mening guruhim kelsangiz. Sizni qizg'in qarshi olmayapman. Allah akam bilan billah. Samimiyetimni bildirib qo'yay. To'g'ri. Agar ta'sirlanib qolsa, men kelsa endi qo'shulaman. Yani birden maqt saqqanda deysen. Anda o'z qolgan gapni biz seni o'rganish jarayonini ko'raylik. Keyingi sahnalarda texmo boshqa qirlaringni, boshqa taraflar alohidliklaringni ko'rishni xohlaymiz. Tunji qarb. Hamroh qilib ko'zlarimga yosh qarab qoldim kaynimdan uzoq hamroh qilib ko'zlarimga yosh Qıçlar bir azraq bir ish qilib tutganmi ayshayga. Berkimizda sal kechikib qoldi. Qanday qilamiz endi bu ishni? Buni aytib battir balika, men bir og'iz gap qilib qo'ymay, kapdi. Men gap qilib qo'ygan bo'lsam kerak kelmaydim navbatda. Lekin mencha men demay, ma'lumlar desin. Men xil astoydil anladım. Abdullah akamning bu naqshini endi xilila tasdiki bor naqsha. Men to'liq ishonch qilgandan keyin ondan aylandim. Men baya arkamızda qilib anglayotgan vaqtida men shu bir 28-30 yoshlardagi bir xil uzun yil mushu naqshi aytib mushu soat yurayotgan bolalarga qo'yilgan bir o'lcham bo'yicha qarab o'tirib ketibdim. Boshqa talab qo'ydinglar? Mencha boshqa o'qitishim cho'qinmish to'yg'ida. Chiqayotgan ovoz 20 yosh ovoz emas-ku. Ben sizinki ovozingizni bilmaylam, o'rilsam shu sizkensiz shu baştadan bu ovoz uzun muddat tarbiya ko'rgan ovoz. Şununla ben ishonch bilan o'rildim. Men kelsangiz jon deyman. Qolgan gaplarni keyin deyishimiz. Sen endi keskinlik bilan sening eng oxirgi tanlashing